Alhamdulillah. Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 31-mart. Yo'q, 1-aprel kirdi. Soat 1 bo'lyapti. Mana Hodim mo'min bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Faqirona rivoyat. Alhamdulillah. Barakali bo'lsin. Shunaqa dasturxonimiz to'kin bo'lsin bundan. Fazli bo'lsin. Kelasi yil inshaalloh shunaqa Ramazonlarda ko'rishamiz. Anlaşılmasa fazla amaldagi shunday amallar bu uzoq bo'ladi masofasi. Kitob o'qib o'tiruvdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina, bugun 1-aprel. Masjidul Nabaviy, alhamdulillah. Orqamda turgan mana shu jome Masjidul Quboba, to'g'ri aytdim adashmasam, ya'ni o'zbek tilida aytganda balkim bulut masjidi ham deb atalar ekan. Bu yerda o'sha sahobalar davridan beri va hozirgacha ham amal qilishar ekan. Ya'ni Madinaga yoki o'sha Saudiyaga yomg'ir chaqirish maqsadida yomg'ir duosini va namozini mana shu yerda ado qilishar ekan. Bu yerda 2 rakat namoz o'qib qo'yish afzal ekan. Madina Masjidul Quboba iç ko'rinish. Yana bir bor xayrli kun. Soat 9 Madinada. Orqamda turgan masjid Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eng yaqin do'stlari, sahobalari bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning masjidlari, jomilari. Shu yerda uylari bo'lgan deyshadi. Va o'sha uylari mana hozir masjidga aylantirishgan deb deyishgan taxminlar bor. Masjid ochiq, eski holatda kirib bemalol namoz o'qish mumkin. Va bundan to'g'risida Quboba bu yonda hozir restavratsiya ishlari ketyapti. Ali roziyallohu anhuning masjidlari mavjud. Madina umuman Saudiyaga, 2 haram hududiga eng ko'p ziyoratga keladigan davlatlar top 10 taligida O'zbekiston ham o'tgan yilimi, adashmasam 2023-yilmi kiritildi. Birinchi o'rinda bu Indoneziya, Malayziya, Hindiston, Bangladesh, Pokiston, O'zbekiston, o'zbeklar jamoasi ko'paygani alhamdulillah yaxshi. Alloh xayrli qilsin. Masjidul Nabaviy. Alhamdulillah. Bugun hayitning 2-kuni, 1-aprel. Odam kamdek ko'rinadi, lekin kam emas. Ko'p juda ham odam hali ketishga ulgurmadi ko'pchilik.